Yaqinda bir erkak yozdi. Oilam ajrim yoqasiga kelib qoldi. Qanday saqlasam bo'ladi? Mana shunaqa paytda erkaklar psixologga borishi kerak deb hisoblayman. Garchi erkaklar buni EP qilsa ham, bitta o'zingizni tahlil qilishingiz kerak. Qayerda xato qilyapsiz? Men haqman. Men hech narsa qilmadim-ku deydi. Ko'p paytda bilasizmi, 25 yil birga yashagan ayolim birdan o'zgarib qoldi deydi-da. Bunaqa masada-ku deydi. Lekin tushunmaydiki, shu ayoli o'zgarmagan, ayoli shunchaki chidab yashagan, ayoli maskada bo'lgan, ayoli rolda bo'lgan, yaxshi ayol rolida va eriga yaxshi bo'lish shansini berib yashagan. Har doim eri mana o'zgaradi, ana o'zgaradi degan umid bilan yashagan. Lekin oxir oqibat tirs etadi. Bir kun bitta ortiqcha mana anu deydi-yu, последняя соломинка deydi. Верблюду горб сломала degan ruslarning juda chiroyli gapi borda. Ya'ni ko'taradi ayolda ancha ko'taradida, oxiri singanida, jonidan o'tganda bo'ldi deydi. Tirs mana shu prosta ip borku, bir kunmas bir kun shunchaki uziladi. Erkaklar shu uzilishgacha olib kelishi kerak emas. Uzganda ham o'sha men haqman, xotinim aynidi, xotinim vinovat demasdan, to'xta, men qattiq xato qilgandim. Men qattiq noto'g'ri ish qilganmanki, ayolim shunaqa bo'lib qoldi, yo mendan ketyapti, yo osonlikcha mendan ajrashmoqchi degan savolni o'ziga berib, erkaklar shunchaki o'tirib, o'zini dardini, o'zini muammosini gapirishi kerak. O'shanda ularga o'sha psixolog borku oyna tutib beradi va o'zini chetdan ko'rsatadi. O'shanda u tushunadi, ayoli nima uchun ketdi, nima uchun oilasi shunaqa holatga keldi.